Assalomu alaykum hammaga. Xudo xolisa stol ustida BSLda pрошивка tayyorlab yozib beryapmiz. Lada Vesta 1.8 robot коробка. Xudo xolisa chip tuningda darabotkalarini qildik. Svet o'chib qoldi, laboratoriyada ishlamaydi mana ekan. Shogirdlarga ishlatib qo'yib ish qilyapmiz. MT Flasher professionально dоработанный faylni yozyapti. Запись bo'lyapti, xudo xolisa. Mashina hop Samarqand viloyatidan kelgan, xudo xolisa robot коробкalarini ham cho'tki qilib sozlab hammasini regulirovkalarini qilib, adaptatsiyalarni qilib beramiz, xudo xolisa. Mashina tortmayotgan ekan. Xudo xolisa motor fayllarini darabotka qilib, gaz pedallarini chiroyli cho'tki qilib tayyorlab yozish jarayoni hozircha. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Xudo xolisa mana motor miyalarini ham, pрошивкalarini yozib qo'ydik. Talablarga binoan уже форсунка чистка tozalayapti. Форсункalarini olganmiz, injektorlarini. Plyus bor. Mana bunday. Injektor tozalash jarayoni ketyapti, xudo xolisa. Benzinda ham yaxshi yurmaydi. Benzinga ham cho'tki qilib sozlab bering deb iltimos qilganlar uchun chiroyli qilib sozlab benzinda ham shu soat yuradigan qilib beramiz. Bu mashinani hop robot коробкаdan mexanikaga aylantirib bering, mashina yaxshi tortmayapti deb olib keluvdilar. Pрошивкalarini yozib, men idealni qilib berdim. Minib ko'rib, endi benzinda yurishini chiroyli qilib sozlab bering. Umuman mexanika qildirmayman deb tushundilar, ko'rdilar, xudo xolisa. Oxirida bitta sborkada rezultatni ham bitta xudo xolisa videoga olib, klient ощущениясini ham men videoga olishga harakat qilaman. Kanalga yangi bo'lsangiz, kanalga podpiska bosib, like bosish esdan chiqmasin. Videoni Lada minadigan, ayniqsa robot коробка minadigan do'stlarga jo'natib qo'yasizlar. Xudo xolisa mana injektorlarni ham tozalab yuvib bo'ldik. Состоянияsi cho'tki bo'ldi. Injektor tozalaganda teskari tozalash funksiyasini ishlatsa, shunaqa cho'tki bo'lib toza bo'ladi. Buni rampalarning ichi. Injektorning rampani ichlari ham juda yomon holatda ketgan ekan. Buni ham cho'tki qilib tozaladik. Xo'p, xudo xolisa endi injektorlarni uстановка qilib, chiroyli qilib ishlarini bitirib, yurgizib, mashinasini bir tekshirib ko'ramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Xo'p, mashinamiz tayyor bo'ldi. Xudo xolisa ovozlari ham cho'tki. To'liq o'sha gaz pedal, дросельная заслонка, запрос момента водителем degan joylari bor. Ishqilib pрошивкasiga professionalniy darajada bitirib ishlab berdik. Xudo xolisa o'ta dahshat. Kimda shunaqa muammo bo'layotgan bo'lsa, robot коробкада yoki motor sohasida
kompyuter sohasida muammosi bo'lsa bemalol murojaat qilaverasizlar. Xudo xolasa xizmatingizni professional darajada bitirib berishga harakat qilamiz.